sizni trading kurslaringizga taklif qilamiz deb bitta holat chiqibdilar deb. Qotdim deb uni. Bironisini kulish yaxshi emas, lekin trading xo'rlandi borku O'zbekistonda trading xo'rlandi. Depozit kerak. Bunaqa bo'lsa tiling hayotda depozit topa olmaysan. Eng katta qilgan kimdirlar menga shogirdlarni film ko'rishga yuboryapti. Men tushunmayapman bor. Davay challenge qilaylik, bir qanaqadir. Hamma mana shu kurs o'tadigan odamlar bir live trade'ga o'tsin, bir odamlarga bundoq kurs sotishdan boshqa qiladigan ishlarni ham ko'rsatib berishsin, nima deylar? Fikrimga qo'shiladiganlar bormi? Live trading qiladiganlar bormi? Live trading. Yo'qmi live trading qiladiganlar? Katta summalarda. Live trade qiladigan ikkita trader bir-biri bilan debat qilish kerak emas. U o'ziga bo'lgan hurmatsizlik, bu sohaga nisbatan hurmatsizlik. U boshqa insonlarga dokazat qilish kerak. Menga nimaga dokazat qiladi yoki men kimga dokazat qilaman? Tasavvur qiling, ikkita odam live trade'da bir-biriga nimadir dokazat qilmoqchi. Shunaqa bo'lmaydi. Live trade qilishdan maqsad o'zini darajasini xalqqa ko'rsatib berish, вот и все. Maqsad shu. Kichkina summalardan razgon qilish emas. Nimaga siz katta shotingizni ko'rsatmaysiz? Masalan, agar siz Azbek mana bir ortiqcha 2-3 million dollar pulim bor, shuni sizga investitsiya qilmoqchiman desangiz, sizga eng katta shotimni ko'rsataman. Просто tak ko'rsatishdan qanaqa ma'no bor, maqsad bor? Nimaga ko'rsatishim kerak? Ko'p sabablar bor, ko'rdingizmi? Live trade qiling. Men necha marta live trade qildim? Ya'ni ko'p marta live trade qildim, ammo berayotgan ideyalarim live'da beryapti. Mana bugun Stocksda aksiyada berdim, tekshirdinglar. Ideya berayotgan paytim tekshirib ko'rasizlar, qanaqa ishlayotganini. Sizlar berayotgan ustozinglarni, sizlar berayotgan ustozinglarni 20-50 pips emas u. Men berayotgan stokslarda berayotgan stokslarimni o'sish amplitudasi bilasizmi? Kamida 5% dan 20% gacha amplituda o'sinaqa. Men ustozlarga o'xshab 10 pips, 20 pips qilib o'tirmayman. Qilib o'tiraman endi o'zim uchun. Silayotgan odamga gold instrumentini olib tashlasa yuvib ketadi, borib bekinib oladi eshikning orqasiga. Silayotgan odamlar. Просто gold pro, davay goldsiz trade qilamiz, Amerika fond birjasida. Davaysa yuvib qoladi, yo'qolib qoladi borib. Golddan boshqasiga tish o'tmaydi chunki. Slabый traderda. O'ta slabый.
yaxshi kayfiyat, tinch bo'linglar.